Ba'zi yurtdoshlarimiz chet elga borsam bo'ldi, u yerda bir amallab yo'limni topib olaman qabilida ish tutib, olis o'lkalardan pul qidirishga chog'lanayotganiga guvoh bo'lamiz. O'zga mamlakatda o'zining zarracha qadr-qimmati yo'qligini ko'rib, anglaganida esa afsuski kech bo'ladi. Haq huquqi toptalgan, kamsitishu tahqirlashga duchor bo'lgan bunday odamlar esa kam emas. Yanada achinarlisi, dard ustiga chipqon bo'lib, turli diniy ekstremistik oqimlarning qobig'iga o'ralib, aldanib qolayotganlar ham bor. Bugungi ko'rsatuvimiz ana shunday kimsalarning qismati haqida. Har joyning o'z tosh va tarozusi bor. Opa-singil Dilorom va Muqaddas Xolisovalar go'yoki Yevropa shaharlarida ishlasa, mo'may pul xuddi o'zi oqib keladigandek, Nigora ismli firibgarning aldovlariga uchib, 2000-yilda Niderlandiyaga yo'l oladi. Manzilga yetgach biladiki, berilgan va'dalar hammasi sarob, orzular ro'yobga oshishi mushkul. Ammo bu mahalda opa-singillar chorasiz edi. Xolisova Dilorom Xosilovna 1968-yil Toshkent shahrida tug'ilgan, turmushidan ajrashgan. Toshkent shahri Mirobod tumanining Istiqbol ko'chasi 5-uyda doimiy ro'yxatda turadi. Miyora degan ayol kutib oldi bizani. Pul berasan $350 dedi. Ishga joylashdim. Aytdimki, Nigora aytdi, o'zi men jo'natib yuborganman. Debsa, yo'q, $350 dan berasizlar dedim. $300 shunaqa deb aytdi. Keyin olib bordi bizani yoqqa, olib borib, mashinani o'zida boshladi. Mana shunaqa ish taklif qildi, o'sha olib keldi. Ertasi 6dan keyin qizi ishga chiqarganda, ko'chada o'tirishar ekan. Fohishabozlik o'shalarni o'zi ko'rsatib gapirib ketyapti. U paytda biz yosh edik, chiroyli edik, sog'lom edik, bo'ldik. Bu yoqqa kelgan hech kim chiqmaydi dedi. Hammasi ishlaydi, xohlasang, xohlamasang. Bizga o'xshagan qariyalar faqat chollarga, kampirlarga qaraymiz. Sizlarga o'xshaganlar hammasini pasportini olib ishga chiqazadi dedi. Xolisova Muqaddas Xosilovna 1973-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent shahri Mirobod tumanining Istiqbol ko'chasi 5-uyida doimiy ro'yxatda turadi. Ko'chada qolib ketdik. Umuman qo'limizda pulimiz yo'q edi. Qish faslida. Qish, yanvar oyi edi. Shingenimiz tamom bo'lgan edi, 15 kunga bosilgan. Shu biz agar xohlasanglar dedi, yordam beramiz. Faqat biz qanday etsak, xuddi shunday etishinglar kerak. Qo'linglarga yozib beramiz dedi, xohlasanglar dedi. Bo'lmasa ko'chada qolasan, bet senga O'zbekiston emas, hech kim senga qaramaydi. Umuman hech kim yordam bermaydi bu yerda. Qishda dedi, ko'chada o'lib ham ketasan dedi. Kim o'zini birovning uyida erkin sezibdiki, opa-singil Xolisovalar o'zga yurtda emin-erkin yayrab yashasa. Boz ustiga bu yurtning qonunlari seni himoya qilmaydi, chunki o'zing qonunlarini chetlab o'tib bu yerlarda sarson yurganingdan keyin kim ham tinglardi sening dodingni. Opa-singillar Niderlandiyada turli buzg'unchi kuchlarning yo'rig'i, maslahatlari bilan o'zlarini go'yoki yurtidan quvg'in qilingandek ko'rsatib, qochoqlik maqomini berishlarini va bu orqali boshpanali bo'lish ilinjida tegishli idoralarga murojaat qiladi. Endi voqeaning bu yog'iga quloq tuting. Ikkita yo'lim qoldi-da, mana. Yo ko'chaga chiqib kechasi fohishalik qilishim kerak, sinimni o'zimni sotib, yo bo'lmasam borib o'zimni topshirishim kerak. Qochoqlar lageriga. Men qochoqlar lagerini tanladim. Mana bunaqa katta lager, bu sentr ekan, qabul qilib boshqa lagerga jo'natar ekan. Mana bitta darvoza, bu yerda davolli tepasida anaqa qamoqxonaga o'xshagan anaqa setichkalar bor, o'shalar o'ralgan ekan. O'shalarni ko'rib men yomon bo'lib qoldim. Eshik oldida qolib ketdik biz, qo'rqdim o'sha yoqqa kirgani. Ertadan ko'chaga chiqazib yuborishdi bizani. Pasport bilan topshirilganimiz uchun qo'limizga karta berdi, ko'chaga chiqazib yuborishdi. Qish kuni qo'limizga yozib berishdi. Qochib chiqdik deb aytganda bor politsiyskilarga mana shu qog'ozni ko'rsatsang, ularning o'zi yordam beradi deb aytishdi. Qo'limizga yozib bergan qog'ozi bilan
o'sha politsiyskilarga borib ko'rsatdik o'sha qog'ozni. Keyin ular o'sha Zeminar lageriga kirib bordik. Bir yarim soat eshikda turib ham qoldik qo'rqqanimizdan. Katta lager simlar bilan o'ralgan, qo'rqinchli joylar. 24 soatda bir marta ovqat beriladi kechki payt. Ertamiz ham boshqa lagerga yuborishdi, keyin yana ertam xuddi shunaqa. Yo'dan keyin boshqa lagerga yuborishdi. Shunaqa juda ham lager yurib, juda ham qattiq qiynaldik. Lagerlarda Dilorom Xolisova va uning singlisiga past nazar bilan qaralib, inson sha'niga umuman to'g'ri kelmaydigan g'ayriqonuniy qiynoqlarga solinadi. Ularni urib, qo'rqitib, o'z yurti O'zbekiston haqida yolg'on, yashiq, uydirma gaplarni aytishga majburlashadi. Shundan keyin bizani tinch qo'ymaslik boshlandi. Hammasi orqatga borsak, orqamizdan borib, xristian diniga kirsang juda ham katta yordam beramiz dedi. O'zingizlar bilgan, bilmagan hamma sharoitda hamma yordamni sizlarga muhayyo qilib beramiz deb shunaqa deyishdi. Bizga keyin unaqa yo'q deganimizdan keyin bizani mana shunaqa xo'rlab ustimizdan har xil izdivatsiyalar qilishni boshlashdi. Hech kimning gapiga ishonib bo'lmasdan juda ham qattiq qiynaldik biz. Juda ham bitta rasizm katta, millatchilik. Juda ham katta. Uni hech narsani musulmon odam biz politsiyskilarga bordik, hech narsani isbotlab bera olmaysiz dedi. Juda ham xo'rlandim, juda ham qattiq xo'rlandim birovni yurtida. Juda ham qattiq qiynaldi, sarson-sargardon bo'lib. O'zimni musulmon dinim og'zimga ololmadim, yillab ko'rsatdi, ko'rsangiz kutib yotdim. Opa-singillarga turli kuchlar tarafidan misli ko'rilmagan darajada g'ayri insoniy zug'umlar o'tkazilib, ular xuddi o'rgatilgan hayvon kabi o'zlarining barcha aytganlarini qildirishga zo'rlanadi. Yanada dahshatlisi, hech bir demokratik davlat tamoyillariga to'g'ri kelmaydigan e'tiqod erkinligidan ham mahrum qilib, xristian dinini qabul qilishga majburan da'vat etadi. Keyin bizani sekin olib kirib, shu cho'qintirishga olib kirib borishdi-da, cho'qinasan debdi. Sen bizani aytganimizni qilsang, xayolingga kelmagan narsani hammasini yaratib beramiz dedi. Majburlashdi. Keyin cho'qinib beraman dedim. Ko'man seni. Qochib ketolmayapman-da. Qo'limda-chi pulim bor. Ularning qo'lidan 3-4 marta qochmoqchi bo'ldik. Dilorom va Muqaddas Xolisovalarning ataylab chekka bir qishloqdagi lagerga joylashtirilishidan maqsad ularga ko'rsatilayotgan turli qiynoq va azob va uqubatlardan hech kim xabardor bo'lmasligi lozim edi. Cho'qinib bermaganimiz uchun bizning ular hamma qo'lidan nima qilsa, hamma narsani qilishdi. Qo'ldan kelgan hamma narsani. Cho'qinmaganim uchun menga berishmadi hech narsani. Men ko'rib turibman, O'zbekistondan borganlar boshqa musulmonlarni cho'qintirishyapti. O'sha katoliklar bizani полный izdevаться qilib, nima qilsa qilib tashadi. Unga hech kim yaqinlasha olmas ekan. Ularda sirk boshqarar ekan hamma narsani. Bitta din parastlik ketyapti. 21-asr odam shunchalik din deb izdevаться qilish edi. Ko'rsatayotgan narsalarning kitoblari, hamma narsasini biz din parastlarimiz o'zi natsistlarning qo'liga tushdi. Unaqa bo'lishini bilganimda men umuman qadam bosib chiqmas edim o'sha yo'lga. Shu o'rinda savol tug'iladi. Opa-singillarning mana shunday qiyinchiliklarga duchor bo'lishida, insoniy huquqlarining paymol bo'lishida kim aybdor? Albatta o'zlari. Chunki kim nima desa ishonib ketaveradigan odam oxir oqibat boshi berk ko'chaga kirib, girdoblar domida g'arq bo'lishi shubhasiz. Bunga opa-singil Xolisovalarning ayanchli qismati yaqqol misol. Pul topib, aql topmagan, nafsi hakalak otgan inson doimo balolarga giriftor bo'lishi muqarrar. Bahodir Toshmuhammedov Tiko rusumli avtoulovni sotib xorijga jo'naydi. U 2005-yilning yoz oylarida avval Fransiyaga, so'ngra Germaniyaga, undan keyin Shvetsiyaga borib joylashadi. Toshmuhammedov Bahodir Ubayevich 1952-yil Toshkent shahrida tug'ilgan, oilali, 4 nafar farzandi bor. Muqaddam sudlanmagan. Shvetsiyaga keldim. Ishga kirib, o'tib 1 yil 3 oycha ishladim. Lekin
sovuqligidan menga to'g'ri kelmadi sog'lig'im. Oyoq qo'lim og'rishib boshladi. Minusovay temperatura o'tdan bo'shadim. Shu bilan lekin men bu remont ishlarini qidirishni boshladim. Ustachilik qo'limda bor edi. Ish qidirib ketgan Bahodir Toshmuhammedov ham ijaraga uy axtarib yurib, shaqollar to'dasining yonidan boshpana topadi. Asli o'zbekistonlik, haqiqiy ismini yashirib, hammaga o'zini tog'a deb tanishtiradigan kimsa Stokgolmga ishlash uchun borgan o'zbeklarni bir joyga to'plab, ularga diniy, ekstremistik, separatistik oqimlarning g'oyalarini singdiradi. Rinkibi degan joyda kvartira arzon deyishganda, o'sha yerdan kvartira topib shu yerga joylashgandim o'zi. Birinchi etajda turardim. Keyin bu yerga Husniddin Islom degan yigitlar kelib turgan. Yoshlar shu 20 dan oshgan, borsa uzoq borsa 25-30 atrofida yoshlar edi. Ikkinchi qavatda ham o'zbeklar turadi, bir tog'a degan odam, otini bilmayman, tog'aman dedi. Tog'a bo'lib ketdi shu bilan. Bir kun nima bo'ldi? Chiqsam bir 7-8 tacha o'zbek bolalar o'tirishibdi. Tog'ani o'yida o'zbek bolalari kompyuterda u rasmsiz ma'ruza disk qo'yib qo'yishgan ekan. Kiring qilishdi. O'tirdim bir pas. O'tirsam, o'tda ma'ruzada O'zbekiston siyosatiga to'g'ri kelmaydigan noqonuniy ma'ruza bo'tgan ekan. O'zbekistonning siyosati to'g'ri kelmaydi, musulmon davlati bunday bo'lmaydi degan mana shunaqa so'zlar eshitilgandan keyin men o'tda sekin turdim o'rnimdan. Qarasam, men kiradigan joy emas. Mana shu yerga bordim men ishlaganim. 54 yosh atrofida. 3 yil ishladim. Lekin topgan hech narsaga yaramadi. Qaytanga mashinamdan aylandim. Sotib ketgandim. O'shanda o'rni chiqmadi-da. Xurshid Hamroyev ham Shvetsiyaga yaxshi niyatda ishlash uchun boradi, ammo Tog'a laqabli odamning uyida jihodchilar diniy ekstremistik uyushgan guruhning asoschisi Abdulla ismli shaxsga yo'liqadi. Uning ta'siri ostida aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan ma'ruzalarini tinglaydi va bu yo'lda joni va molini tikishga, ont ichib jihod qilishga tayyorgarlik ko'radi. Hamroyev Xurshid Ravshanovich 1987-yil Toshkent shahrida tug'ilgan, oilali, vaqtincha ishsiz, muqaddam sudlanmagan. Jahongir ismli bola menga viza qilib beraman dedi. Pasportimni olib, keyin meni Olmaotaga olib borib, vizamni qilib berib keldi. 2,5 AQSh dollariga qilib berdi vizamni. Kelib 2009-yil 25-iyun kuni Toshkent aeroporti, xalqaro aeroporti bo'ylab Toshkent Riga Stokgolmga yo'nalish bo'yicha uchib ketdim. Erta meni Farruh kutib oldi. Bir oy o'tmasdan bolalar bilan yig'ilishimiz bor, o'tirishimiz bor, yur olib boraman. Borasan uyda zerikib o'tirasanmi deb o'tirishga bordi. O'tirishga borganda erta 9 kishi, 8 kishi o'tirishuvdi. Obid qorining ma'ruzalarini eshitib o'tirishar ekan. Borsam, biz namoz o'qiymiz, biz yig'ilib haftada bir marta shunaqa dam olib turamiz deb aytishdi. Keyin menga umid etdiki, biz mana shunaqa musulmonlarni yig'ib jamoat qilamiz. Xohlasang sen ham chaqir, Toshkentdan qiynalib qolgan odamlaring bo'lsa dedi. Umid bilan Ulug'bek boshchiligida tuzilgan jamoat ekan bu. Xandam bilan Asqar degan bola 2011-yil Umidda asosiga ko'ra o'ziga yaqin odamlarini chaqirib olishdi Shvetsiyaga. Umid menga yashash huquqini olib beraman, shu yerda vaqtinchalik yashash huquqini dedi. Xotiningni chaqir, olib beraman dedi. Keyin men uni gapiga ishonib xotinimni chaqirdim. Umidga xotin bola chaqam keldi, olib berasan endi vaqtinchalik yashash huquqini deganimda u ariza yozish kerak. O'zbekistondan qochib kelganligi to'g'risida yozishing kerak. Musulmonlarga yo'l berishmayapti bizda deb ariza yozishing kerak dedi. Iftorlik bo'ldi. Bir marta Umid degan ismli bolaning uyida, bir marta Ulug'bek aka degan kishining uyida. Erta 20 kishi iftorlikda ishtirok etdi. Iftorlikda Umid bilan Ulug'bek gapirdi. Toshkentda qiynalib qolganlar bor. O'shalarga Obid qori aka bilan telefonda gaplashdim. Obid qori aka aytdilar, $10 pul yig'ish kerak ekan, $10 pul yig'ib beramiz dedi. Bilmasdan yoshlik qilib kirib qo'ydim ularning orasiga. Men da'vat qilib kirgazib qo'yishdi. Yetib tushundim, noto'g'ri yo'lga kirganimni, xato qilganimni yetib tushundim men.
Shvetsiyaga borganlardan yana biri Jamshid Jalolovdir. U ham aslida pul topaman deb borgandi. Lekin tog'aning nayranglariga, buzg'unchi g'oyalari ta'siriga tushib, uning topshiriqlarini so'zsiz bajarishga odatlanadi. Jamshid diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari singdirilgan materiallarni tarqatish maqsadida saqlab keladi. U 2011-yil 15 fevral kuni Shvetsiyadan qaytishda o'zi bilan olgan noutbuk kompyuterida aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi ma'ruzalarni Toshkent xalqaro aeroportidan yashirin tarzda olib o'tadi. Jalolov Jamshid O'tkirich 1985-yil Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta, uylanmagan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 1-moddasi 2-qismi va 3-qismining A bandi hamda 246-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etgan. Jahongir keyin shu o'zbeklar bilan tanishtirdi. Shu tanishtirganda shu tog'a Abdulla, Boja, keyin bu Boja, Tog'a degan ismlarni so'raganda otini mana shu sen mana shunaqa qilib tushun, Tog'a bo'ldi, ismimiz bilan qiziqma. Tog'a deb chaqirur bizni. Deb mana shunaqa deb aytilgan. Uyga mehmonga chiq dedi. Mehmonga chiqdim, mehmonga chiqsam u yerda ma'ruza bo'lardi. Skype orqali. Ma'ruza tugagandan keyin Tog'a uni yana ham kengaytirib, yoyibroq tushuntirib berardi bizga. Shu O'zbekistonda ayollar hijobini yechib olayotganligi, namoz o'qishga qarshilik ko'rsatilayotgani, namoz o'qishga ruxsat berilmayotganligi shular aytilardi. Bularning maqsadi shu O'zbekistonni yomonlash, O'zbekistonni qoralash, O'zbekistonga bo'lgan fikrni, odam fikrini o'zgartirish, shu bo'lmayotgan narsani bo'ldi qilib chiqarish, xuddi o'zlarini oppoq odam qilib ko'rsatib, O'zbekistonni yomonlab, O'zbekistonda bo'layotgan to'g'ri, oqilona siyosatni noto'g'riga chiqarish maqsadi, shunaqa maqsadda bo'linardi, odam fikrini o'zgartirish bo'linardi. Xurshidbek Zokirov ham Shvetsiyaga ishlash uchun borgandi. U yerda o'zbekistonlik qiz bilan tanishib, o'sha yoqda to'y qilishga qaror qiladi. Kichik bir kafeda bo'lib o'tayotgan to'yiga chaqirilmagan mehmon tashrif buyuradi. U tog'aning gumashtalari bo'lmish Said laqabli Saidxo'jayev Sunnatullo edi. To'yda tanishgan bu kimsalar Xurshidbekni ham o'z saflariga tortish maqsadida muntazam ravishda da'vat qiladi. Zokirov Xurshidbek Komiljonovich 1981-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan, oilali, 2 nafar farzandi bor. Vaqtincha ishsiz, muqaddam sudlanmagan. To'yimda Akmal, Sunnat, Said degan bolalar bilan tanishdim. Ular 2011-yilda ko'rishib qolib, menga namoz o'qishimni, O'zbekistonda bo'layotgan siyosatga qarshi O'zbekistonda namozga yo'l yo'q, namoz o'qiganlarni qamayapti degan gaplarni gapirib, O'zbekistonda islom davlati quramiz deb maqsadini aytdi. O'z o'sha jamoatlariga qo'shib mana o'sha ma'ruzalarga taklif qildi. Qilmishimdan afsuslaman, chunki hozir oilam Shvetsiya davlatida qolgan, o'zim betdaman. Meni qilgan ishim xato, meni qilgan ishim. Shu yerda misol uchun ishlab yurganimda o'sha yerda topgan pulimni shu yerda ham topardim. Chet elda ishlayman deb adashib, aldanib, har xil ekstremistik oqimlar ta'siriga tushib qolayotgan yurtdoshlaringni ko'rganingda ajablanasan. Bularning bari noqonuniy yo'llar bilan xorijga chiqib ketishning oqibati emasmi? Chet elda himoyasiz, chorasiz, darbadar hayot kechirib yurgan odam albatta bir kasofat orttiradi. Xalqimiz bilib aytgan, sayoq yurgan tayoq yeydi deb. Bizningcha bundan boshqa gap aytish ortiqcha.